gapirishga ham qo'rqyapman bu narsani. Barchaga assalomu alaykum bolalar. Sizlar bilan men Shohruxboy. Bugungi videoda biz hech qanaqa server o'ynamaymiz. Ya'ni meni yuzim haqida gaplashamiz. Meni ko'pchilik yuzimni ko'rishni istayapti. Ko'rishni istasanglar bu videoni agar bu video 20 tadan oshiq like yig'sa, men yuzimni ko'rsataman. Erkakchiligim yuzimni ko'rsataman. Hozir soat уже 6:05. Agar 2 soatdan keyin qarayman, agar 2 soat ichida 20 tadan oshiq like bo'lmasa, mayli 15 tadan deylik, 15 tadan oshiq like bo'lmasa, men yuzimni ko'rsataman. Buni ertaga qilishimiz mumkin. Ertaga bu videoni o'chirib tashlayman, ertaga qo'yaman. 2 soatda 15 tadan oshiq like yozish kerak. Mayli 15 ta deylik, 15 ta like yig'sa men yuzimni ko'rsataman. 15 ta like yig'sa bu videomiz. Va yana ko'rish bitta yangilik bor. Men yaqinda kompyuter olaman-da. Studiyam tayyor. Profil rasmiga qo'yaman yuzimni, orqamda studiya bor, yasattirgizdim. Va menga faqat kompyuter kerak. Kompyuter hozir Koreyadan kelyapti. Bir 5 kun yoki 6 kundan keyin kelsa kerak, yana bilmadim. Yoki 1 oydir. Xullas, gap cho'zib o'tirmasdan men studiyamni orqa fonidagi studiyamni ko'rsataman va yuzimni ham ko'rsataman. Kanal profil rasmiga yuzimni qo'yaman. Agar bu videomiz 2 soat ichida 15 ta like yig'sa. Hammaga xayr bolalar, sizlar bilan Shohruxboy bo'ldi. Ko'rishguncha bay bay. Sog' bo'linglar.